So'rg'ichsimon mushagimiz mana bu holatda. Mana nima uchun o'qiga o'ralgan, bu mana bu pozada yotib qolgan. Bitta massaj ham kerak, osteopatiya ham kerak. Qanaqa darajada? Gipoksiya bo'ladi, qonish aylanmagan. Olaysanmi, ruxsat berishadimi gidroga ham? Betda parafin qo'yamiz, обязательно bo'yniga parafin. Elfiga mashqa bu. 3 marta o'qiga o'ralganini hisobiga buni gipoksiyasi ham, krivasheyasi ham. Bu hozir osteopatiya emas, bu LFK. Boshi ushlab turibman. Bu mushtzasi yaxshigina kalta. Hozir massajdan keyin varakni taqib qo'yishadi. Mana bet ko'tarilgan bo'ladi varak.